Xotin, baraka top, umringdan baraka top. Seni tarbiyalagan otangga rahmat, onangga rahmat. Senga uylanim, men shunaqa farog'atda yashadim. Rahmat senga. Hurmatimni qilding, xizmatimni qilding. Lekin shunda ham ba'zi bir paytlarda qadringa yetmay baqirib qo'ydim, so'kib qo'ydim. Mendan rozi bo'l. Men sendan roziman, xotin. Xudo rozi bo'lsin degan gapni oladi. Jannatni 8 ta eshigidan tanlab, qarang. Hozir shundoq mahkamalar bor, kira olmaysiz. Kira olmaysiz. U propiska bilan ham kira olmaysiz, boshqa narsa bilan ham yo'l bekib kirish mumkin emas. Shundoq dargohlar bor, kirib bo'lmaydi. Endi jannatga qanaqa kiramiz? Qanaqa kirsin? Nima uchun janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'rojda men do'zaxga kirdim. Do'zaxni azoblarini menga ko'rsatilindi. Do'zaxda azoblanayotgan insonlarning eng ko'plari ayollar ekanligini ko'rdim deganlar. Azvoji mutahharat onalarimiz yig'lab, "Ey Allohning rasuli, ayollar nima uchun? Nima uchun ular jahannamga kirib, ko'pchiligi jahannamiy deganlarda, erlaringlarga shukr qilmaysizlar" dedilar. Mana haqiqatda gap erlaringlarga shukr qiling. Mana shu hadisni o'qigan paytimizda ustozlarimiz madrasada aytdilarki, nima uchun ayollar masalan do'zaxda eng ko'p azoblanayotgan insonlarni tashkil qiladi desalar, ayol aytar ekan.